Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun juda ko'p tadbirkorlarni bitta savol qiynayapti. Oldin davlat ro'yxatidan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsam, o'sha avvalgi yatitini, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor sifatidagi hujjatlarimni bekor qilishim kerakmi? Bekor qilib keyin yangi Paynet xolis tizimidan ro'yxatga o'tishim kerakmi degan savollar tug'ilyapti. Ba'zi bir tadbirkorlarda yo'q. Unaqa qilinmaydi. Shu avvalgi ro'yxatga o'tgan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatga o'tgan hujjatingiz turadi. Hech qanday bekor qilmaysiz, hech narsa qilmaysiz uni. Shunchaki Paynet ilovasini yuklaysiz, raqamingizni kiritasiz. Qanday raqam bo'lishini ham farqi yo'q. Yangi raqam olishingiz kerak emas. Shunchaki o'zingiz ishlatib yurgan raqamni kiritasiz. Kiritganingizdan so'ng pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Xolis tizimiga kirasizda, pasport ma'lumotingizni kiritasiz va yuzingizni tasdiqdan o'tkazasiz. Bo'ldi. Siz xolis tizimidan tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazasiz. Ya'ni bazasiga kiritilasiz. Ushbu bazaga kiritilasiz, keyin bemalol foydalansangiz bo'ladi. Agarda siz yangi tadbirkor bo'lsangiz, unda ham xuddi deyarli shunaqa. Yangi tadbirkor bo'lsangiz, hali yatitidan ro'yxatdan, davlat ro'yxatidan umuman o'tmagan bo'lsangiz, xolis tizimiga kirasiz, o'zingizda pasport ma'lumotlaringizni kirgizasiz, faoliyat turingizni kiritasiz, qanday faoliyat bilan shug'ullanishingiz haqida ma'lumotni kiritasiz va yuzingizni Face ID ro'yxatidan o'tkazasiz. Face IDdan o'tkazasiz yuzingizni. Xo'p, yuzingizni tasdiqdan o'tkazganingizdan keyin bo'ldi. Siz xolis tizimidan ro'yxatdan o'tasiz. Xo'p, kanalimiz a'zolari, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.